Angreniklar, bugun tez sotaman profilda sizlar uchun hovli topib qo'ydik. Hovlimiz zamonaviy dizayn asosida qurilgan ekan. Shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Hovlimiz tayyor holatda, hovlilar stejga qilingan, hamma narsasi akvaromdan qo'yilgan, eshiklarigacha ko'cha darvozamiz ham zamonaviy eshiklardan qurilgan. Hozir sizlar bilan birgalikda ichini ko'rib chiqamiz. Uyimizni tashqi holati tayyor. Ichkarida remont ishlari ketyapti, xonalar tayyorlanyapti. Proyektiga e'tibor berasizlar. Juda ham ajoyib, udobniy usulda akamizni o'ziga moslab qurgan ekan, hozir pulzarligi uchun sotishyapti ekan. Bu birinchi xonamiz. Mehmonxona qilsa ham bo'ladi. Ikkinchi xonamiz yana spalni yoki mehmonxona, shunga yaqin joylar qilsa bo'ladi. Bu yoqda sanazulga tayyorlangan suvlar hammasi tortilgan. Bu joyimizda hamma gaz, suv, svet hammasi qilingan ekan. Kadastrlari ham, mana elektr chastlari ham hammasi tortib qo'yilgan. Xonalarni ko'rib chiqasizlar. Yana bitta mehmonxona qilsa bo'ladi. Bu ikkinchi xonamiz. Juda ham katta, qulay, udobniy usulda yorug' xonalar ekan. Rekini ko'ryapsizlar. Bu tomonda ham mana alohida ota-onalar uchun xona qiladigan bo'lsak, yotoqxona qiladigan bo'lsak, buni oldida ham mana sanuzillari bor ekan. Bu tomonga ham suvlar hammasi chiqazib qo'yilgan. Bu tomonga ketganimizda общий hisobda xonamiz 6 xonani tashkil qilyapti. Va 7 xona ekan. Bu tomonda ham bitta xona bor ekan. Bular ham yarim tayyor holatda. Bu xonamiz ham yana oshxonami, kuxnyami общий xona qilsa bo'ladi. Qadrdonlar, kimga yana o'zimga moslab remont qilaman desa, mana sizlar uchun tayyor uy. Bu uyda egalari 85 ming narx so'rashyapti. Yana kelishib, tez sotaman profil orqali keldim desalaringiz, yana kelishtirib beradi. Hovlimizning orqa tarafida ham yer mavjud ekan. Hozir men sizga ko'rsataman. Bu yerimiz общий hisobda joyimiz 6,5 sotikda tashkillashtiryapti. Mana bog'ni yaxshi ko'radiganlar uchun tayyor mevali daraxtlar va ekinlar ekib qo'yilgan ekan. Endi manzil tushuntiradigan bo'lsam, bu tomonda Detskiy больница tomonidan kelish, bu tomonda esa Navro'z restorani va mana bu yerda samomoyka. Samomoykadan shunday 50 metr, 100 metr o'tganda shundoq yo'l bo'yida ikkinchi uy.